Assalomu alaykum, hurmatli avtopritsep ixlosmandlari. Mene bugun toza zakaz pritsepimizni boshladik. Buning razmerlari bilan tanishtirib o'tsak, razmeri uzunligi 3 metr, eni bo'lsa 1,8. Buning ramlari 4 tarafida 8 ga 4lik shibillardan ishlanyapti. Bu pritsepimiz ustroy material taşığı uchun bekam qilib ishlab beramiz. Pritsepimizning iki ramasi shivillerden, o'rtadagi qo'shimcha rama qalinligi 2,5lik 8 ga 4 profildan ishlanyapti. O'rtadagi перегородкалari bo'lsa 6 ga 4, qalinligi bo'lsa 1,7lik profildan qo'yibmiz. Hozircha prokladka bilan qo'yibmiz. Endi svarklab chiqamiz barlig'ini. Svarka polavtomat, ya'ni kimpi svarkada ishlaymiz. Pritsepimizning aldarına 4 ga 4 1,7likdan qo'shimcha berib chiqqanmiz. Bu ham qo'shimcha bekamlikni asradi, ham polning aldi artini ustab turadi. Daha qolgan videolarda tushirib boramiz. Pritsep ishlab chiqaruv manzilimiz Qallinkul rayoni Altınko'l avul parlajini Xo'jaovulda joylashgan. Telefon nomerlarimiz 88 dan 059 2101. Sırtda bo'lsa tag'i bir pritsepimiz 70-80% tayin turibdi. Bu pritsepimiz bo'lsa razmeri 1,30 ga 2,30 bir mosli bo'ladi. Bortlari qalin 3 mm'lik lislerden ishlanyapti. Bunda ramalari shivillerden ishlanyapti. Tartarda şiviller 70-80% tayin bo'lib qoldi. Endi krilaların, boshqa balonlarini qo'yib, qo'ltaqtaylarini qatırib, kraskilab bu pritsepimizni chiqaramiz. Kimga qanday pritsep kerak bo'ladigan bo'lsa 88 dan 059 2101 telefonlarına zvonok etib baylansangiz bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.